أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 118. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresi 118. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Bilmeydiganlar, yani Kureyş kafirleri, Allah nim üçün biz bilen sözleşmeydi o, yoki nim üçün bizge rast peygamberlikning delili sübtide birer muciz kelmeydi o, deydi. Uladın burun ötkenlermi peygamberlerge şundaq sözünü kılgan idi. Ularning dilleri bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishinidigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Muhammad ibn Ishaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Rafi'a ibn Huraymila degan Yahudi payg'ambar alayhissalomga: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen Allah Teala tarafından evetilgen peygamber bolsan, Allah Teala'ga digin, o biz anlıqıday qılıp sözlep bersin, deydi. Şunun bilen Allah Teala bu ayetini nazil kıldı. Bilmeydiganlar, yani Kureyş kafirleri, Allah nim üçün biz bilen sözleşmeydi o, yoki nim üçün bizge rast peygamberlikning delili sübtide birer muciz kelmeydi o, deydi. Ebu Aliye, Rabi ibn Anas, Katade ve Suddi qatarlıqlar bu ayet hakkında mundaq deydi. Peygamber aleyhisselamga bu sözünü digenler müşrik Arapları idi. Ulardan burun ötkenlermi peygamberlerge şundaq sözünü kılgan idi. Bu ayette köz tutulgan Yahudi ve Hristiyanlardır. Bu ayet közü tutulganlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Peygamber aleyhisselamga bu sözünü Arap müşrikleri dedi degen kişilerinin sözünü Peygamber aleyhisselamga bu sözünü Arap müşrikleri dedi degen kişilerinin sözünü tövendeki ayetle güçlendirdi. Ula Muhammed aleyhisselamның rast peygamberlikini körüstüdüğün birer mucizi kelgen çağda ular bizge peygamberlerge berilgen mucizi berilmegiçe onunla hergiz işenmeyimiz deydi. Allah peygamberlik vazifesini qayerda o'rnatishini, yani kimning onun ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Allah peygamberlik vazifesini qayerga o'rnatishini, yani kimning onun ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Bu günahkarlar özleri işletken heli mekirler tüpeylidin Allah'ın dergahida horluqqa ve qattiq azapqa duçar boladı. Ula eytti: ta ki sen bizge yer astidan bir bulaqni etildirip çıkarmıgıça sana hergiz işenmeyimiz. Ya ki senin hormuluq, tallıq ve uttirisidan östenler iqib turdigan bir begin bolsun. Ya ki sen eytgandek üstümüzge osmonni parça qilib tushirgin. Ya ki peygamberlikinge guvohchi qilib Allah'ni ve ferishtalarni oldimizga keltirgin. Ya ki senin oltindan uyun bolsun. Ya ki sen şoti bilen osmonga chiqqan. Ta ki Allah tarafidan senin onun bendisi ve peygamberi ekanlikin yazılgan
biz o'qiya oladigan bir kitobni ilib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Alloh pakdir. Men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa, hech odam biror mo'jiza keltira olmaydi. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nemishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nemishqa Rabbimizni ko'rmaymiz deyishdi. Belki ulardan har kishi o'ziga ochiq sahifalar berilishini xohlaydi. Ya'ni ular Allohning Muhammad alayhissalomga nozil qilingan kitobidek kitob nozil qilishini tama qiladi. Bu oyatlardan boshqa arab mushriklarining kofirligini bildiradigan nurg'unlagan oyatlar bor. Ya'ni bu oyatlar bu turdagi oyatda arab kofirlari ko'z tutildi degan kishilarning so'zini kuchlantirdi. Arab mushriklarining payg'ambar alayhissalom bilan qarshilashishi va ularning ilgiriki ummatlar payg'ambarlardan so'ragandek o'zlarining hojati yo'q narsalarni payg'ambar alayhissalomdan so'rashiga turtki bo'lgan narsa ularning kufrligi va johilligidir. Alloh taolo ilgirkilarning savol so'raganligi to'g'risida mundaq deydi. Ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar sendan o'zlariga osmondan bir kitob tushirishni so'raydi. Ular Musodan buningdanmi cho'ngroqini so'rab, bizga Allohni ap-oshkor ko'rsatgan degan edi. O'z vaqtida ey Musa, Allohni ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz dedinglarda, sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turganinglar holda sizlarni chaqmoq so'kdi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Ya'ni arab mushriklarining dillari kufrliq va qarshilashda burun o'tgan kishilarning dillariga o'xshab ketdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ulardan ilgariki ummatlarmu shundaq edi. Ularga har payg'ambar kelsalar, ular uni bir sehrga yoki bir sehrgar yoki bir majnun dedi. Ular payg'ambarlarni inkor qilishni bir-biriga tavsiya qilishganmi? Hargiz undaq emas. Ya'ni ular bir-biriga undaq tavsiya qilishgan emas. Ular haddidan oshquchi qavmdir. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Ya'ni payg'ambarga ishongan, uning ergashgan, Alloh taolo tarafidan ilib kelgan dinni tushungan kishiga qayta bir savol so'rashga ehtiyoji tushib qolmagudek darajada payg'ambarlarning rostligini isbotlaydigan faktlarni bayon qildik. Ammo Alloh taolo dil va quloqlarini pechatlayotgan va ko'zlarini pardalayotgan, ularda haqni biladigan dil, haqni ko'radigan ko'z va haqni anglaydigan quloq yo'q kishilar to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi. Shubhisizki Robbingning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Biz seni haqiqatan mu'minlarga jannat bilan xush xabar bergichi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirg'ich qilib, haq din bilan avatdiq. Sen ahli do'zaxni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Ya'ni biz sana iymon keltirmagan kishining hisobini sendan so'ramaymiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob olishdir. Sen ularga va'z nasihat qilgan. Sen faqat ularga va'z nasihat qilg'uchisan.
Sen ularga musallat, ya'ni ularni iymoniga majburlig'ichi emassan. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'ichi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan va'z nasihat qilgan. Payg'ambar alayhissalomning Tavratdagi sifatlari. Imom Ahmad Ata ibn Yasarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Abdulloh ibn Amr ibn Asqa Abdulloh ibn Amr ibn Asqa uchrab, onunğa Payg'ambar alayhissalomning Tavratdagi sifatlaridan xabar bersang dedim. U ma'qul. Allohning nomi bilan qasamki, u Tavratda Qur'onda kelgan sifatlari bilan sifatlangan deydi. Uning Tavratda kelgan sifatlari: Ey payg'ambar, biz seni guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi va bilimsizlarni islom dini orqali do'zaxdan saqlag'uchi qilib avatdiq. Sen mening bandam va payg'ambarim. Seni tavakkul qilg'uchi deb atadim. U bozorlarda qo'pollik, adabsizlik va varang-churang qilmaydi. Yomonlikqa yomonlik qilmaydi, balki yomonlik qilg'uchini kechiradi. Uning bilan Alloh taolo izib ketgan millatni u payg'ambar orqali to'g'ri yo'lga boshlab, ular Allohdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q demagicha u payg'ambarning jinini hargiz olmaydi. Ondan Alloh taolo uning bilan qorg'u ko'zlarni, g'oz quloqlarni va etilib qolgan dillarni ochadi. Sen Yahudilar va Nasaralarning diniga kirmagicha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik, haqiqat sana oshkor bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga ergishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'sting bo'lmaydi. Madadkorim bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uning ishinidir. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladigan, ular ziyon tortquchilardir. Sen Yahudilar va Nasaralarning diniga kirmagicha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Yahudilar va xristianlar hargizmi sendan rozi bo'lmaydi. Sen ularni rozi qiladigan, ularga yoqadigan narsani izlashni qo'yib, Alloh taolo sana avatgan haqiqatga ularni chaqirish orqali Alloh taoloning roziligini izdigin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga men ilib kelgan Alloh taoloning to'g'ri yo'li hamma tarafdan mukammal va hamma ishlarni o'z ichiga olgan to'g'ri yo'ldir degan. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi. Bu oyat Alloh taoloning Muhammad alayhissalom va uning sahobalariga ozg'unlikdagi kishilar bilan haqiqatni bildirish uchun munozirlashganda ularga dalil qilib ko'rsatsin deb o'gitib qo'ygan paktidir. Qatada mundaq deydi. Bizga payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi yetdi. Mening ummatimdan haqiqat uchun jang qiladigan bir turkum kishilar doim g'albilik holatda bo'ladi. Alloh taolaning buyrug'i kelmagicha ular bilan qarshilashgan kishi ularga ziyon yetkazolmaydi. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik, haqiqat sana oshkor bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafs xohishlariga ergishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'sting bo'lmaydi, madadkoring bo'lmaydi. Bu payg'ambar alayhissalomning
ümmetlerinin Qur'an hadisini tushunib bo'lgandan keyin Yahudi va Xristianlarning yo'llariga ergishib ketishidan saqlanish uchun berilgan ogohlantirishdir. Haqiqiy ravishda o'qish degan so'zning ma'nosi. Haqiqiy ravishda o'qish degan so'zning ma'nosi. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Abdurrazzaq Qatadaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular Yahudi va Xristianlardir. Bu ham Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslamning so'zidir. Ibn Jarir bu so'zni to'g'ri deb qaradi. Said Qatadaning bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridir. Abu Aliya ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, u kitobni haqiqiy ravishda o'qish, uning halol qilgan narsalarini halol sanash va harom qilgan narsasini harom sanashdir. Uni Alloh taolo tushirib bergandek o'qish, so'zlarni o'rinlaridan o'zgartirib etmaslik. Uning ichidan biror so'zni o'z ma'nosidan boshqa ma'noga yetkazib etmaslikdan iboratdir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyat haqida shunday degan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ular rahmat oyati o'qilsa Alloh taoladan rahmatni so'radi. Azob oyati o'qilsa uningdan panoh tiladi. Payg'ambar alayhissalomning rahmat oyati o'qilsa Alloh taoladan rahmat tilaydiganligi, azob oyati o'qilsa Allohdan panoh tilaydiganligi rivoyat qilindi. Ana shular uning ishinidir. Ya'ni ahli kitobdan payg'ambariga tushgan kitobni shu peti tutgan ahli kitobdan o'zining kitobiga amal qilgan kishi men sana avatgan narsaga, ya'ni Qur'on Karimga iymon keltirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Agar ular Tavratga, Injilga va Robbi tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustillaridan va oyoqlari ostidan yer edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Rabbinglardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, ya'ni sizlar uningga loyiq amal qilsanglar, uningga haqiqiy iymon keltirsanglar, uning ichidagi Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lib kelishi, uning sifatlari, uningga ergishish va yordam berishga oid buyruqlarga va xabarlarga ishonsanglar, sizlar keltirgan iymon va ishonchinglar sizlarni haqiqatga, dunyo va oxiratda yaxshilikqa ergishishga boshlaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular elchiga, payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli. Chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmasliginglar uningga nuqson ilib kelmaydi degan. Shubhasizki, Qur'on nozil bo'lishdan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarda ta'sirlanib darhol sajdaga boradi. Ular Rabbimiz pokdir, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rinlanadi deydi. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudilarning mu'minlari Qur'onga ishonadi.
ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan sabr taqati uchun ularga qo'sh savob berildi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dab'iy qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va ummiylarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degan. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turguchidir. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kuffar jamoatlaridan kimki Qur'onni inkor qiladi ekan, uningga va'da qilingan joy do'zaxdir. İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Mening jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, bu ummatdan biri, mayli u Yahudi bo'lsin yoki Xristian bo'lsin, men to'g'riliq anglab, men iymon keltirmasa, u do'zaxga kirdi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qila olmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafaati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. Bu oyatning mazmunlar yuqorqidimi so'zlanib o'tgan. Bu oyatdagi mazmunlar yuqoridimi so'zlanib o'tgan. Bu oyatning bu yerda yana takrorlanishi Yahudilarni o'z kitoblaridan sifatlari, ismi, ishlari va ummatlari to'g'risida o'qigan savodsiz payg'ambarga ergashishiga rag'batlantirish uchundir. Ondan Alloh taolo ularni bu haqiqatni va ularga bergan ne'matlarni yoshirishdan qo'rqitdi. Ularni Alloh taolo ato qilgan dunyo va oxiratlik ne'matlarni aslashga va oxirgi payg'ambarning arablarning ichidan chiqqanligiga hasad qilmaslikka buyurdi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Baqara surasi tafsirining 123-oyatigacha o'qidik. Oxirini keyingi qitimliqda davomli o'qiymiz. Va oxiri da'vana valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.